Shaharga o'qishga kelgan qizni ijaraga turishga pul yo'q edi. Ijaraga uy beradigan boboy esa unga pul o'rniga boshqa narsa taklif qiladi. Nima ekanini video davomida bilib olasiz. Filmni to'lig'ini Telegram botimizdan yuklab olishingiz mumkin. Botning silkasi esa kommentariyada. Bir-biridan qiziqarli kinolarni o'zbekcha sharhda qisqa vaqt ichida tomosha qilishni xohlasangiz, hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni ham unutmang. Men esa videoni boshlayman. Parijda yolg'iz so'qqabosh yashaydigan Henri ismli odamni yoshi bir joyga borib qolgandi va har kuni sayrga chiqardi. Bu paytda esa katta hayoti endi boshlangan Emily ismli qiz Parijdan biroz chekkaroq joyda otasi bilan bozorda kartoshka piyoz sotardi va har doim hayotidan nolirdi, chunki u 5 marta provaga imtihon topshirgan va hammasidan yiqilgan. Qiz Parijga ko'chib o'tishni va u yerda yaxshiroq hayot kechirishni orzu qilardi, ammo otasi uning orzulariga ko'ndalin qo'yib kartoshkangni sotdi edi. Qiz baribir o'z bilganidan qolmasdan shaharga boradi va ijaraga uy qidirib qariya Henriga duch keladi. Ma'lum bo'lishicha, Emily allaqachon qariyani o'g'li bilan ijarani hal qilib bo'lgan, lekin Henri bunga qarshi, ammo uy o'g'liniki bo'lgani uchun u qariyalar uyiga haydab yubormasin deb rozi bo'ladi. Qiz barcha narsalarni olib kelib uyga joylashadi va boboy unga bu yerda yashash qoidalarini tushuntiradi. Uning qoidalariga ko'ra, hech qachon boboyning shippagini kiymaslik, sochig'idan foydalanmaslik va eng muhimi o'sirmaslik kirar ekan, hattoki tualetda ham. Emilyni ijaraga to'lashga puli yo'q, shuning uchun boboy unga taklif beradi. Ya'ni u o'g'lining pullarini shilib, otasi bilan munosabatini sovutib yuborgan qizni yo'qotish. Boboy qizga o'g'limni o'zingga oldirib olib, uni yengiltak tiyolkasidan ajratasan deydi va evaziga ijarada xohlagancha tekinga qolishi mumkin. Emily avval bunga rozi bo'lmaydi, lekin teshik kulcha ko'chara qolmas. Ko'chara qolsa kimlar olmas deb rozi bo'ladi va Henrining o'g'li Polga ko'zini suzib qichiq qilishni boshlaydi. Qiz shu kundan boshlab yomon ishlarga o'ralashib qo'ygani uchun ishlari orqaga tortishni boshlab, o'qishda ham omadi kelmaydi va bir kuni Pol o'sha oyimchasini uyga boshlab keladi va ko'rinib turibdiki, bu qiz yomonga o'xshamaydi, demak ayb boboyda deb o'ylayapman. Emily imtihondan basharasi bilan yiqilgandan so'ng uyga qaytishni va otasi bilan yana kartoshka piyoz sotishni xohlamaydi. Henri esa unga motivatsiya berib, orzularidan voz kechmasligini aytadi. Qizning orzusi esa pianino chalib qo'shiqchi bo'lish edi. Videoni qiziq joyida to'xtatganim uchun uzr, lekin yangi videolar tezroq va ko'proq chiqishi aynan bosgan laykingizga bog'liq. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Oldindan kattakon rahmat. Emily depressiyaga tushib qolgani uchun boboyning gapini tinglamasdan qishloqdagi uyiga xursand bo'lib qaytadi. Lekin ne ko'z bilan ko'rsinki, ota-onasi allaqachon uning xonasini tovuqlar uchun xatoxona qilib yuborgan va hafsalasi pir bo'lgan qiz o'qishga kirgani haqida yolg'on gapirib, yana Henrining uyiga qaytib keladi. U endi boboyning taklifiga chinakamiga rozi va Polni yo'ldan ozdirish va Valeriyadan uzoqlashtirish uchun harakatni boshlaydi. Pol uni sevib qolishi uchun qo'ldan va figuradan kelgancha harakat qiladi, lekin Polning yoshi katta bo'lgani uchun qizga "Jonim bolam qoch" deydi. Lekin shunday do'ndiqchani qachongacha rad qilib kelardi va ertasi kuni u bilan tungi klubga borib maishat qiladi va hatto xayrlashayotganda o'pishib xayrlashdi va Pol o'zida yo'q xursand va o'sha kecha uyiga qaytmaydi. Valeriya esa ertasi kuni uni uxlov bilan kutib olib, "Qayerlarda yuribsan, yer yutkur" deganda Polni rostdan ham yer yutib ketdi. Bir necha kundan so'ng Henri qizga yaxshilik qilib, uni nomidan qizni musiqa maktabiga yozib qo'ygan va Emily bundan juda ham xursand. O'sha kuni Pol unga Valeriya bilan ajrashmoqchiligini aytib, birga yashashni taklif qiladi. Qizni esa endi ishi bitdi va yashagi suvdan o'tdi. Shuning uchun Polning taklifini rad etdi. Bechora erkak esa siqilib qolganidan o'zini bo'magaga osib joniga qasd qiladi. Ertasi kuni suddan ariza keladi, ya'ni Valeriya ajrashish uchun ariza tashlagan ekan va Pol bor alamini otasidan oladi. Hammasiga siz aybdorsiz va agar Valeriya bilan ajrashsam, sizni qariyalar uyiga topshirib yuboraman, Jenursim boboy deb so'kadi. Oradan bir necha kun o'tib, Emilyning otasi qizining o'qishga kirmaganini bilib qo'ygani va tezda parkovkaning yoniga kelib turdi edi. Henri esa buni eshitib Emilyga, "Ota hech qachon farzandining baxtiga to'siq bo'lmasligi kerak, menga o'xshab" deb, "Mana men pushaymon qilyapman" deydi.
Ertasi kuni Emily jonajon uyiga qaytishga tayyorlanishni boshlaydi va o'sha kuni Pol va Valeriya mehmon bo'lib keladi. Ma'lum bo'lishicha, ular yarashib olgan, chunki Valeriya homilador ekan va ular bu yangilikni Henryga aytishadi. Boboy o'zini xursand bo'lganday tutdi, lekin aslida bunaqa emasligini basharasi aytib turibdi. Boboy Emily uyiga ketishidan oldin unga maslahat beradi. Otang bilan ketsang, umring u bilan o'tib ketadi. Undan ko'ra men bilan shu yerda qol, ijara haqqini olmayman. Evaziga esa har kuni uyishgan joylarimni uqalab massaj qilib qo'yasan, bo'ldi, deydi. Emilyga qariniki qaymoqda edi, bu narsa yoqib tushadi va otasiga u bilan ketmasligini aytadi. Erkak avval bunga qarshi bo'ldi, lekin keyin bilganingni qil deb uyiga bitta o'zi qaytib ketdi. Oradan kunlar o'tdi. Kunlar ketidan esa oylari va Henry bilan Emily xuddi bobo bilan nevaradek kun kechirishardi. Mayli, yaxshi gumonda bo'laylik-a. Xuddi xotinday kun kechirishardi va Emily san'at universitetiga o'qishga topshirishga ketadi. U imtihonga bir necha hafta tayyorlanadi va nihoyat o'qishga qabul qilinadi. U bu yangilikni Henryga aytishga kelganda boboy allaqachon bir hafta oldin vafot etgan ekan. Polning so'zlariga ko'ra, u nabirasining tug'ilishini ko'rgan va o'g'liga Emilyga bu uyda qolishga ruxsat berishini vasiyat qilib qoldirgan va Pol bu vasiyatni amalga oshirib Emilyga uyning kalitini beradi. Qiz Henryning narsalarining orasidan xat topib oldi va unda quyidagi ta'sirli jumlalar, ya'ni agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying deb yozilgan edi. Boboyda biznes zo'r ekan, shahardan uyab yosh qizlarni ijaraga qo'yish. Agar bunaqa mazgilarga duch kelishni xohlamasangiz, hoziroq videoga like bosib, kommentariyada qaysi filmni o'zbek tiliga tarjima qilishimni xohlaysiz yozib qoldiring. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka paka.